Keyingisi shu o'zimizda bir domla bir mollaki endi yotganda oyog'idan ko'tarib jin so'diraydi ekanda haligi mollani. Endi u odam shunaqa ruqiyadan xabari bor odam, ruqiya o'qiydigan odam. Keyin shu odamni aytadi, oyog'imdan tortib deydi ketyapti deydi. Bismillah deb turib deydi, shu ahshaqqa otilib urdim deydi. Haligi jinni qadimgidek urdim dedi-da. Maşallah. Hech narsa yo'q, lekin jinni qadimgidek urdim. Nima bilan? Bismillah bilan. Agar jin oslasa tegmaydi. Bismillah deb shunaqa urdim haligi jinni. Shu mushum tegdi bildim deyapti-da. Qochdi haligi jin dedi. Ursa bo'ladi. Keyin jinni atay urib o'ltirib qo'yish o'ltirishmas u, lekin bilmagan holatda jinni o'ldirib qo'yish mumkin. Bilmagan holatda, misol o'zimizda bo'lgan holat jinni shu farzandini tandirga qo'yib qo'ygan ekanda. Buni bizga shu jin aytayapti. Uni kelibdi-da, haligi qaynonasi shu uydagi kelin, bu jin kelinga kirganda, shu kelinning qaynonasi shu tandirga o't qo'ygan. Tandirga o't qo'yganda hali endi jijida bola, qocha olmaydi, yura olmaydi. Endi kulda asosan yetdi, qo'yib qo'ygan ekanda, hali yonib ketgan hali yetdi. O'lgan. Bilmagan holda o'ldirib qo'ygan. Keyin uni bolasini o'ldirgan, shu bolasi o'lgan jin qaynaga o't qo'ygan odamga kiraman deganda, u to'suq bo'lgan, zikr bo'lgan unda. Biz gumon qilamiz, zikr bo'lgan. Keyin keliniga kirgan ashini. Keliniga kirganda, kelin qaynani ko'rganda pichoq olib yuraveradi-da, jin holatda. Bilmaydi, jin qachonki qaynani ko'rdi, haligi ayol shunaqa bir jin holatga tushadi-da, baqaratda shu qaynani o'ltirishga uchun harakat qilaveradi. Uni bu yerda kuyov bola ushaydi. Qaynati ushaydi, o'zini bostiradi, mo'g'laga olib kelib o'qitganda, haligi jin aytganidan keyin. Jin aytgan, men o'zim eshitganman. Bu meni o'g'lim, farzandim yaxvordi tandirda degan. Men o'ltiraman buni degan. Lekin alhamdulillah, u jin niyatiga ham yetmadi. Allohning izni bilan qanchadir vaqtda inshaalloh kelindan shifo topdi. Inshaalloh u anaqa ham shu narsadan forig' bo'ldi. Shu sababdan o'zi bilmagan holatda o'ltirib qo'yish mumkin jinni. Lekin atay masalan u narsa o'ltirilmaydi. Endi ko'zdan to'silgan maxluq bo'lganligi uchun, ko'zimizga u narsa ko'rmaganligi uchun bilmasdan o'ltirib qo'yishingiz mumkin. Lekin bu bilmasdan o'ltirib qo'ygandan keyin o'ltirishlik uchun kirgan jinni qasdi qattiq bo'ladi. Ba'zi bir holatlarda o'ltirmaguncha chiqmaydi bundan. Shu odamni o'ltirmaguncha jin qasdlashib qoladigan bo'lsa odamga, bunda Alloh o'zi saqlasin, Alloh o'zi ofiyat bersin. Buni muolajasi bu odamni shunaqa davolashning yo'llari uzayib ketadi. Qiyinroq bo'ladi. Nimaga? Uni bir bo'ri, bir jigari o'ldi. Yo ukasi o'ldi, akasi o'ldi. Shu odamni o'ltirish uchun bu jam shunday qat'iy bir anaqada turadi. Unda qattiq o'qishligi bilan, qattiq da'vat qilishligi bilan, yetkazishligi bilan inshaalloh shu mo'lda sabablik Allohning iznidan chiqadi inshaalloh.